Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlar. Bugun 23-mart haftaning yakshanba kuni biz Toshkent rayoni Hasanboydamiz. Semental Chakani xonadonlariga keldik. Bizga sotuvga har doimgidek injiqlaridan, originallaridan keldi. Mana rossiyskiy, mana sutga to'lgan polvon variantlaridan tomosha qilamiz qadrli obunachilar. Zavodskoy to'qollaridan. Zavodskoy to'qollar. Mana Estonga limuzin urug' qo'yilgan ekan. Kallalab original limuzin bo'lib tug'ilibdi. Korpusini uzunligiga e'tibor berib qo'yamiz. 4,5 oylik buzoqli. O'shadan hozir qisqacha video obzorini qilib beramiz. Mana qadrli obunachilar, quloq raqami buniki necha ekan? 90. O'ynash 90. Mana kallalarga e'tibor berib qo'yamiz. Haqiqiy limuzin. Bunisi bir 10-15 kunlik farqi bor. Bunisi 97 ekan quloq raqami mana. Biz obzorni boshladik. Qadrli obunachilar, bular videoda har doim katta ko'rinadi. Shuning uchun adashmaysiz. Bo'ylari 1.10 plus minus. Tuyog'idan dumini tepasigacha 1.10 plus minus buzoqlar. Zavodskoy to'qol ikkalasini mana kallani ham ko'rasizlar, kalta kalla. Haqiqiy rossiyskiy mana Zavodskoy to'qol shoxini 10 ni tegiyo, kuydirilgan variant emas. Original o'sha iligi baqvatlardan uzoqroqdan ham olib ko'rsatdik. Qadrli obunachilar, sutga to'ygan variantidan so'raganlarga mana xaltalarni ham bir ko'rib qo'yasizlar mana. To'rdoni uzun mana qaraydi mana damskiy palets. Palchik deydimi? Sutga to'ygan, chatanoqlar yirilgan. Xudo xolisi inshaalloh sutga polvon bo'ladigan variantlardan sog'lom, yedishisiga, sog'lomligiga har doimgidek 100% garantiya buzoqlarni. Ikkalasini bir joyda olib qo'yib o'zim tarbiya qilib qo'yaman deydigan aka-ukalarga bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu Eston limuzin chatishmasi 4,5 oylik, ma'minimiz 4 oylik. Mana mol, mana bu ham Zavodskoy to'qol. Shoxini o'rni tegiyo. Endi qadrli obunachilar, mol sotsang aybini sotgin deydi. Mana qulog'ida bir ikkita sugali bor. Mana ko'rinyaptimi yo quyoshdaligimi yo bilmayapman. Mana qulog'ida bir ikkita sugali bor. Mol buqa bichim bo'lyapti mana. Korpusini uzunligiga e'tibor qilib qo'yamiz mana. Sutga to'ygan variantlar hozir orqalar bilan ko'rsatib o'tamiz. Mana qadrli obunachilar ham orqalarini qaranglar. O'sha limuzinlarga xos. O'zi polni limuzin bo'lib tug'ilgan mol mana. Hozir orqasini ko'rsata olmayapman, sizlarga o'ynoq qilyaptim. Mana qadrli obunachilar, zo'rg'a turg'izib oldik mana. Sutga to'ygan variant, 4,5 oylik buzoq qadrli obunachilar. Telefonda katta ko'rinadi. Mana hozir endi buni xaltasini ko'rsatishga harakat qilaman. Mana limuzinga o'xshab orqali oqib yotibdi. Mana. Mana xaltalarni, so'skalarni ko'rib qo'y. Itargim bu yo'q. Jonivor. Ular xaltalari zo'r, men uzunligini qaranglar. Olib ikkalasini bir joyda boqib qo'yaman deydigan aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Qadrli obunachilar, buni puliga kelganda ikkalasiga bir joyda 27,5 million pul so'raymiz. Ozmoz xayri bor. Ozmoz kelishadigan joyi bor. Kelishilgan holatda dastavka xizmatlarimiz bor. Olib ikkalasini bir joyda tashab qo'yaman deydigan aka-ukalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Toza 4 oylik, 4,5 oylik. Toza rossiyskiy, ma'minimiz toza rossiyskiy, ma'minisi mana Estonga limuzin urug' qo'yilgan. Mana buni ham kallasi kalta. Shu kallalar, bichimlar, shakllar polностью limuzin bo'lib tug'ilgan xudo xolasa. Ostini mashinakini yaxshilab ko'rsataman, hozir yana harakat qilaman ko'rsatib berishga. Mana mol o'zini korpuslarini ko'rib olinglar. Mana garmoshga qatdan boshlangan mana. Mana bu mashalloh. 4 dona zapaskalari yo'q so'skani. Mana. Mana. Olib bir joyda tashab qo'yaman, o'zim tarbiya qilib olaman deydigan aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Kelishilgan holatda dastavka xizmatlarimiz bor, onlayn savdolarimiz bor.